Bismillahirrahmanirrahim. Bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz durust lug'atning ikkinchi qismining 5-darsi. Endi 5-darsdagi biz o'rganishga tegishli asosiy qoida 2. Birisi fa'il, yana birisi maf'ulun bih. Endi fa'il degan nima, maf'ulun bih degan nima desa, fa'il deganimiz ish harakatining egasi. Masalan, non yedi desek, chuqum nonni yeydigan odam bor. Shundaymi? Muhammad falonini urdi desek, urgan odam bo'ladi. Falonini tilladi desa, tilgan odam bo'ladi. Kitob o'qidi desa, kitobni o'qigan odam bo'ladi. Mushariki shu qilgan odamning o'zi arab tilida nima deyiladi? Fa'il deyiladi. Uyg'ur tilida bo'lsa, qilg'uvchi ish harakatining egasi deyiladi. Ani maf'ulun bih degancha desa, maf'ulun bih deganimiz ish harakat shuning ustiga tushgan bo'lak. Ya'ni bundoq chiqib aytgan vaqtimizda qilinmoqchi. Masalan, men kitobni o'qidim. Mushundagi fil ish harakat qaysi? O'qish. O'quvchi kim o? Men nimani o'qidim? Kitobni o'qidim. Mushada qara'a fil bo'ladi. Ana fa'il. Qara'tu degi tu nima? Fa'il. Al-kitaba maf'ulun bih bo'ladi. Maf'ulun bih degan shu. Qayta tushuntirib qo'ya. Fa'il deganimiz ish harakatni qilgan shaxs. Maf'ul deganimiz ish harakat uning ustiga tushgan yoki ish harakat uningga qaratilgan shaxs maf'ulun bih bo'ladi. Qayta misol olsak, daraba Bakrun Xolidan desak, Bakr Xolidni urdi desak, mushada urgan odam Bakr, urilgan odam Xolid. Mush Bakr fa'il bo'ladi. Urilgan Xolid nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ladi. Mana bu arab tilidagi fa'il maf'ulun bih degan narsa shu. Endi bu jumlada qanday alohidligiga biz nimalarga diqqat qilish kerak bu fa'il maf'ulun bih desa, qarab taqib fa'ilni pesh o'qiymiz, maf'ulni zavar o'qiymiz. Mush nuqtalarimizni aydan bo'lsa, bugungi darsdan qolgan nuqtalar osonlashib ketadi. Bu nuqtani tushungan bo'lsangiz, biz hozir al-kalima jadidni bir o'qiylik. Avvalma o'qib bir qitim tarjima qilib beraylik. الكلمات الجديدة: العنب، الموز، التين، الفجر، حية، حيات، سمع، فهم، شرب. العنب üzüm، الموز banan، التين انجور، الفجر bamdod tong. Andaki biz o'qiydigan bamdod namoz va shuni o'qimaydi, ha. Javobun javob, ajviba buning ko'pligi. Sual, as'ilatun savolning ko'pligi. Al-baqqol ko'ktat sotadigan odam, ya'ni Uyg'ur tilida baqqol deyiladi, ha. Mevchi va ko'ktat sotadigan odam. Al-asa taylib mangadigan hasa yoki kichik tayoqchini asqa deymiz. Hayyatun yılan. Hayyatun bunun köplüğü. Semi'a anladı, fahime düşendi, şeribe içti. Ben tekstini bir kıtım okup tercih buraya. Ad-darsul khamis. Men fetaha babal fasl ana fatahtuhu. Ve men fetaha nawafiz ana fatahtuha. من كسر هذا المكتب أنت كسرته يا هاشم؟ لا، إني ما كسرته. أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ لا، ما رجعوا. يا أستاذ، خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. أفهمت الدرس يا طلحة؟ نعم، فهمته جيدا. أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا، ما كتبتها. لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم، حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. Diyalog o'qituvchi bilan Hamidning o'tirida
boshqa o'quvchilarning o'tirib o'tgan dialog. Sinfning eshigini kim ochdi? Men ochdim. Derazalarni kim ochdi? Men ochdim. Ammo tarjima qilgan vaqtimizda man fataha babal fasli ana fatahtuhu degan qarasak, ikkinchisi ana fatahtuhu da ana man fataha ochdi, tu ya'ni ochdim ne ifodalaydi. Hu shu sinfning ishkini ko'rsatdi, ammo tarjima qilgan vaqtimizda tilimizda demasakmi bo'ladi. Men ochdimlam desak, uni men ochdim. Aslida uni men ochdim. Derizmi shunda. Ana fatahtuhada ha derizini ko'rsatdi, ammo u o'rtada savolda so'ralgan bo'lg'achqa derizlarni kim ochdi deb. Derizlarni men ochdim demasakmi, men ochdim la desak bo'ladi. Men kasar hazal maktab, anta kasartahu ya Hashim. Bu ustalni kim sundurdi? Hashim, uni sen sundurdingmi? La, inni ma kasartuh. Yo'q, uni men sundurmadim. Raja'a Zakariya va Hamza va Osman min Makka. Zakariya, Hamza va Osmonlar Makkadan qaytib keldimi? La, ma raja'u. Yo'q, ular qaytib kelmadi. Ya ustaz, kharaja tullabul jududu va zahabu ila al-mudir. Ustaz, yangi o'quvchilar chiqib mudirning qishig'iga ketdi. Nima? Xarajam o'tgan zaman pili, zahabni o'tgan zaman pili. Ikki o'tgan zaman pilini o'tirg'an yoki shunga o'xshash ikki o'xshash pilini o'tirg'an vaqt qolsa, biz birinchi pilni ellab, ikkinchi pilni o'tsak bo'ladi. Afahimta darsa ya Talha? Talha darsni tushundingmi? Na'am, fahimtuhu. Ha. Na'am, fahimtuhu jayidan. Ha. Darsni yaxshi tushundim. Fahimtuhu-dagi hu almash yana darsni ko'rsatdi. Akatabtal ajibata ya Faysal? Faysal, javoblarni yozdingmi? La, ma katabtuha. Yo'q, javoblarni yozmadim. Ma katabtuha-dagi ha yana javoblarni ko'rsatdi. Limaza? Nimishqa? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Chunki men savollarni tushunmadim. Ahfizta suratul fajr ya Ibrahim. Ibrahim, sura fajrni yodladingizmi? Naam. Hafiztuha va hafiztu suratat tin aydan. Shundoq, sura fajrni yodladim. Sura tinni mi yodladim. Ana biz dialog ichidagi bugungi o'rgangan, ya'ni fa'illan maf'uldan iborat ikki grammatik nuqtalarni izlab boqaylik. Shuni mulohaza qilib boqaylik. Birinchi jumlada man fataha babal fasli. Sinfning eshigini kim ochdi? Amma jumlada fatahaning tagida birdan almash bor. Shu almash fatahaning fa'ili bo'ladi. Asli qurilmasi menda. Kim ochdi? U sinfning nimasini? Eshigini. Fatahaning tagidagi u degan birdan almash fatahaning fa'ili bo'ladi. Babal fasli sinfning eshigini ochilgani nima? Sinfning eshigi olganda maf'ul qaysi bo'ldi? Sinfning eshigi bo'ldi. Ana fatahtuhu. Men uni ochdim. Bu jumlada fatahtuhu deki tu fatahaning fa'ili bo'ladi. Hu eshikni ko'rsatdi emasmi? Shu to'ldiruvchisi bo'ladi. Ya'ni maf'ulun bihi. Men eshikni ochdim. Eshikni ochgan kim o? Men. Ya'ni uni tu ifodalaydi. Echilg'ini nima? Eshik uni nima ko'rsatdi? Hu. Men fatahan nawafiz o'xshash. Ana fatahtuha. Ya'ni bu jumladami yuqori jumladagidek fataha o'zi fe'l, tu uning fa'ili hisoblanadi, ha to'ldiruvchi maf'ulun bihi hisoblanadi. Men kasara hazal maktab. Bu ustalni kim sundurdi? Buning shaklimi yuqoridagi men fataha babal fasliga mana o'xshash. Anta kasartahu ya Hashim? Hashim, uni sen sundirdingmi? Ma'runa kasartahudagi ta kasraning nimasi fa'ili bo'ladi? Kasartahudagi hu maf'ulun bihi bo'ladi. La inni ma kasartu. Ya. Uni men sundirdim. Ma'runa yana o'xshashlar. Kasartuhudagi tu kasraning fa'ili, kasartuhudagi hu uning to'ldiruvchisi bo'ladi. O'sha yerda ustalni ko'rsatdi, ha? Raja'a Zakariya va Hamza va Osman min Makka. Zakariya, Osman, Hamza va Osmonlar Makkadan qaytib keldimi degan o'rinda, ya'ni raja'a fe'l,
Zakariya, Hamza, Osman üçe hammasi fa'il. Bizimizga atib qilingan, bog'langan fa'illar. Chunki qaytib kelgani kim o? Zakariya, Hamza, Osmonlar. Min Makka uning to'ldiruvchisi. La maraja'u. Ama ular qaytib kelmadi. Mafilda fa'il qaysi desanglar, mafilda raja'u deki bu. Şu köpükni ifadelaydi. Şu oldingi jumladagi Zakariya, Hamza, Osmonlarni ko'rsatdi. Raja'udiki va ulanimo alif. Ya ustaz, xarajatullohul judud va zahabu ilal mudir. Ustaz, yangi o'quvchilar chiqib, mudirning qashqib ketgan jumlalar xaraja o'xshashlar fe'l, at-tullabul judud nimasi fa'ili. Ana at-tullabul judud ikki so'z kelib qilishi, ruslarga o'tmadi. At-tullab sifatlangich judud sifati. Unda qarab baqsak, yangi o'quvchilar sifati nima? Yangi. Sifat mavsuba birikma. At-tullab xarajaning fa'ili. Zahabu ilal mudir. Zahabaning fa'ili qaysi? Ketdi. Zahabu deki vo'lan alif zahabaning nimasi fa'ili. Chunki vo'lan alif kimni ko'rsatdi? O'quvchilarni ko'rsatdi. Ilal mudir to'ldiruvchi maf'ulun bihsi. Afahimta darsa ya talha. Darsni tushundingizmi? Afahimta deki fahima fe'l ta tushundingizmi? O'g'aniga siz shu tushunishning fa'ili bo'ladi. Ad-dars biz tushunmoqchi bo'lgan narsa shundami? Maf'ulun bihi to'ldiruvchi bo'ladi. Fahimtuhu jayidan. Fahimtuhu deki fahima fe'l tu onun nimasi fa'ili hu to'ldiruvchisi bo'ladi. Chunki tushunadigan men tushunadigan narsa dars shu. Darsni nima ko'rsatdi? Fahimtuhu deki hu ko'rsatdi. Akatabtal ajwibata ya Faysal. Faysal javoblarni yozdingizmi? Akatabta deki ta fe'lning fa'ili ajwiba o'xshashlar to'ldiruvchisi. Ma katabtuha, la ma katabtuha. Kataba fe'l tu to'ldiruvchi fa'ili naqavat egisi ha uning to'ldiruvchisi bo'ladi. Li'annani ma fahimtul as'ila degan jumladan o'xshashlar fahima buni fe'lisi tusi ash fe'lning fa'ili al-as'ila shu fe'lning to'ldiruvchisi bo'lib bihsi bo'ladi. Ahafizta surat al-fajr Ibrohim. Ibrohim sura Fajrni yodladingizmi? Surat al-fajr ni o'g'achqa hafizaning maf'ulun bihsi. Ta siz yodladingizmi o'g'achqa bu nima? Uning fa'ili bo'ladi. Na'am hafiztuha. O'xshashlar hafiza fe'lisi tu hafizaning fa'ilisi ha uning to'ldiruvchisi. Va hafiztu degan bu yuqoridagidek. Surat at-tin to'ldiruvchisi hafiztu tu uning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Darsdan mazmunlar tushunishga olgan bo'lsa, mashqlarni bir qo'shilib o'tay, tamarin, kunliklar. At-tamrin al-awwal, birinchi mashq, ajib anil aslatiyya. Birinchi kunlikni ikkinchi kunlikma har kunlik darsda o'xshash, ya'ni jumlaning mazmuniga munosabatli bo'lganlik uchun avval dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin birinchi kunlikdagi savollarga javob beramiz. Ikkinchi kunlikdagi jumlalar to'g'ri bo'lsa to'g'ri belgi, xato bo'lsa xato belgi. Har ikkalasi dialogninki mazmuniga munosabatli. Uchinchi kunlikma. Ta'ammal al-amsilat al-atiyya. Tuandagi misollarni mulohaza qiling deyapti. Asosli mulohaza biz dars boshlashdan ilgari darsga muhim grammatika tushunadigan vaqtdagi fa'illar maf'ulun bih to'g'risidagi mulohaza. Masalan, al-Qur'an ad-dars deganlarni nuqtali qilib turib tushuntiryapti. Qara at-talib al-Qur'an o'quvchi Qur'onni o'qidi. Ya'ni bu yerda at-talib degani fa'ilisi jumladagi al-Qur'an nimasi to'ldiruvchi maf'ulun bihsi. Katabal mudarrisu ad-darsa o'qituvchi darsni yozdi degan o'rinda yozuvchi kim? Mudarris. Yozgan narsa nima? Dars. Yozuvchi fa'il bo'ladi, yozilgan narsa maf'ulun bih bo'ladi. Qolgan ikki misoldagimi shu bo'yicha aslidagi jadval qarab baqsanglar qara at-talib al-Qur'an degani at-talibni fa'il deb izohat beribdi, al-Qur'an deganga maf'ulun bih deb izohat beribdi. To'rtinchi kunlikma. Ayyin al-fa'ila wal maf'ula bihi fil jumal al-atiyya. Tuandagi jumladagi fa'il bilan maf'ulun bihni muayyanlashtiring. Degani siz ayirib chiqing. Da'a xattan wahidan tahta al-fa'il. Fa'ilning ostiga bir chiziq chizing. Va xattayn tahta al-maf'ul bihi. Maf'ulun bihning ostiga ikki chiziq chizing. Va shakl akhira kulli minha. Va har birining oxiriga shakl qo'ying degani i'robini qo'ying. Paşa qilsa pash, zavar qilsa zavar. Albatta sizlarga tushunishdir. Fa'il paşa qildi, maf'ul bih bilan qilmoqchi, zavar qilmoqchi.
Masalan, kasarat tiflu al-qalama. Qarasak, kichik bola qalamni sundurdi. Sundurg'ini kim? Kichik bola. Sundurilgan nima? Qalam. Albatta sundag'ini fa'il bo'ldi, tashviq qiladi. Sundurilgan qalam maf'ul bo'ladi, nima qildi? Zavar qildi. Bu nuqtani ayirib chiqsanlar bo'ladi. 5-ko'nikma. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. Tuvandagi jumlalarni munosib so'zlar bilan to'liqlang va u jumlalarni shakl bilan qoidaga solg'inligini pash o'qildig'ini pashga, zavar o'qildig'ini zavar qo'yib qoidaga soling. Masalan, man fataha Dağda baksak kim açtı oğlan degan atot acıdığan narsaga shundami? Ya sizlarning ishga, ya uyning ishga, ya to'nglatqanning ishga degandek narsa qo'ysak bu sheyga. Masalan, to'nglatqanning ishga demoqchi bo'lsak, babasallaja. Shunaqo yoki uyning ishga demoqchi bo'lsak, babal bayt. Ghasalat ukhti singlim yudi deyapti. Nimani yuydi? Ya savbi, mening kiyimim shundami? Yoki bo'lmasa mindilan dunga yoki bo'lmasa uni boshqa yuyilgan narsalar shunga o'xshash qo'ysak bo'ladi. 6-ko'nikmada ij'al kull min al-kalimat al-atiya maf'ulan bi wadbit akhiraha. Tuvandagi so'zlarning har birini maf'ulan bih qiling va uning oxirini qoidaga soling. Ya'ni pasha qo'lamdi, so'ri qo'lamdi, mushnoqni diqqat qiling demoqchi. Al-Qur'an Al-qahva debdi. Hamda Qur'on deganda maf'ulun bih tushuntirmoqchi bo'lsak, chuqur Qur'on ne degan gapni ifodalashimiz kerak a? Qur'onni qanday qildim? O'qidim. Qara'tul Qur'ana shundami? Qur'onni Alloh tushadi. Anzalallohul Qur'ana. Qur'onni yodladim. Hafiztul Qur'ana. Shuni o'qitsak bo'ladi a? Qahva. Qahvani qanday qilgan narsa, ichadigan narsa. Shunga sharibtul qahvati. Qolganlarini shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Hammasini maf'ulun bih qilsanglar cho'qim. Endi tuvandagi ikki misolni o'ylab boqinglar. Men misol sizlarga jumlalarni tushunishda sal o'zgarish olib keladigan misollar. Diqqat. Mana ikki misol bor. At-tullabu zahabu ila al-mal'ab. Zahaba at-tullabu ila al-mal'ab. Ikki jumla o'rtadagi farq nima degan vaqtda birinchi jumlada fe'l ko'plik shaklda, ikkinchi jumlada fe'l nima shaklda? Birlik shaklda kelibdi. Endi bu yerda yig'incha sizlarning sanayonlarga masalan bir qoida tuzish to'g'ri. U qoida o'zini nima desam diqqat qilinglar. Fe'l oldida kelsa jumlaning. Garchi fa'il ko'plik bo'lsa-mu, fe'l birlik shaklda keltiriladi. Agar fe'l o'tirdi kelib qolsa, oldidagi fa'il, o'sha fa'il qaytmoqchi bo'lgan ism shundami? Ko'plik o'z ko'plik, birlik o'z birlik keltiradi. Qarab boqaylik. At-tullab zahaba al-mal'ab. Zahaba degan fe'l nima deyapti? Ismning keyinida kelibdi. Bu vaqtida beshidagi ism ko'plik bo'libdi ekan, fe'lni nima keltiribdi? Ko'plik keltiribdi. Zahabani oldiga chiqib, zahaba at-tullab al-mal'ab degan vaqtimizda zahaba degan fe'l tullabning oldida keladi. Tullab garchi nima ism bo'lsa-mu, ko'plik ism bo'lsa-mu, fe'l qanday keldi? Birlik keldi. Bu nuqtani asrab kallanlat aydınlaştırırsanız bunu hazırca. İkinci misal. At-talibat zahabna ila al-maktaba, zahaba at-talibat ila al-maktaba. Ne qarab baqsak yine o'xshash. Fe'lni keyinga keltirsak, ism ko'plik bo'lg'ach fe'lni nima keldi? Ko'plik keldi. Fe'lni oldida keltirsak, garchi ism ko'plik bo'lsin, fe'l qanday oldin saqladi? Birlik oldin saqladi. Mush nuqtani tushunib olsak bo'ladi, ha. 8-ko'nikma qaddimil fi'la fil jumal al-atiya kama huwa muwaddah fil misal. Misolda izohlanganidek tuvandagi jumladagi fe'lni oldiga chiqing deyotdi. Qayta ta'kidlab o'tay. Fe'l o'tirdi kelsa, beshidagi ism qanday qolsa shunday kelgan bilan oldiga chiqsa fe'l birlik shaklda keltiriladi. Masalan, birinchi misol va ikkinchi misolni ishlab birma diqqat qiling. Al-avlad sharibul qahvata. Balalar qahvani ichdi. Sharibu degan fe'l avlod degan ismning keyinida keladi. Avlod ko'plik bo'lg'achqa sharibumi ko'plik keltirilgan. Buni oldiga chiqish to'g'ri kelib qolsa, o'z paytida chiqamizmi yoki birlik shaklda chiqamizmi? Albatta birlik shaklda chiqamiz. Masalan, shunday deyotdi: Sharibal avladu al-qahwata. Ikkinchi misolni ishlab beraman. An-nasu sami'ul adana. Sami'u degan fe'l an-nasning keyin kelganligi ko'p, an-nas ko'plikka qo'sh ko'plik keltirilgan bilan sami'ani an-nasning oldiga chiqish to'g'ri kelib qolsa, nima keldi? Sami'an-nasu
al-adamlar garchi annas ko'plik bo'lsin, fe'l birli shaklni saqlaydi. Tushungan bo'lsanglar, qog'ozlarni o'zinglar mashq qilsizlar. 9-misol ta'ammalil amsilatal atiya. Tuvandagi misollarni o'ylanib boqing. Kharajat tullab va zahabu. Qara'at tullab va katabu. Akalat nas va sharibu. Yig'ib kelgan vaqtimizda bayatning qoidamiz shu. Ya'ni fe'l ismning oldida bo'lsa birlik keltirilgan bilan ismning keyiniga yetib qolsa qanday keltiriladi? Ko'plik keltiriladi. Bu to'g'riliq maxsus qoidalar bor. Inshaalloh maxsus qoida darsliklarini o'zini o'tgan vaqtda tafsil so'zlaymiz-da. كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين مستعينا بالكلمات بين قوسين. Şununğa oxşaş, bayatda 9-cu gün hükmündə bizim köstübəyən misal var emas, ama şununğa oxşaş bir cümle tuzun. Her məşqdə gələn iki fe'ldən faydalanıb və iki tırnaqның oturdiki sözlərdən faydalanıb deyil. Məsələn, bizə bəgini məndə. Dəxələ cələsə. Tullab el-faslar. Endi bu gapni biz o'zimiz o'ylab baqsaq, Uyg'ur tilida baqsaq, o'quvchilar sinfga kirib o'tadi degan gap. Bu gapni xuddi 9-misaldagidek ishlatishimiz kerak. Qanday desanglar, avval fe'l akilimiz. Masalan, dakhalat tullabu el-faslar. O'quvchilar sinfga kirdi shunday kirib o'tadi degan va jalasu. Dakhalat tullabu al-fasla va jalasu. O'quvchilar sinfga kirib qana qildi? O'ltadi. Endi o'xshashlar at-tullabning oldida kelgan fe'lni birlik shaklda keltiramiz, keyingi kelgan fe'lni qanday shaklda keltiramiz? Ko'plik shaklda keltiramiz. Bu bir. Ikkinchi misolni ishlab ko'raylik. Daraba urush. Urdishlarni qatala o'ltadi. Al-avlad balalar, al-hayya nima? Yilon. O'ylab baqsaq, balalar yilonni urib o'ltiradi degan gap keldi. Endi bu arab tuzga vaqtimizda bayatdan bir shaklda tuzimiz. Yana qana desanglar, darabal avladu al-hayyata va qatalu. Balalar yilonni urib o'ltirdi. Avloddan balalardan ilgari kelgan fe'l birlik shaklda keltirildi, keyin kelgan fe'l ko'plik shaklda keltirildi. Mush bo'yicha qog'ozlarni istisnolar bo'ladi. 10-mashq tuandagi so'zlardan foydalanib jumla tuzilmaydi, tuzib kelsanlar bo'ladi, ha. 11-mashq ta'ammalmay tuandagini o'ylab toping. Man fatahal bab ana fatahtuhu. Fatahtuhu dikuhu asli nima? Huwa. Fe'l qo'shilgandan keyin nima o'zgargan? Huwa. Oldingi darsimizda inniga huwa qo'shilishini bo'lmoqchi, inna huwa maqsud shunga o'xshashlar. Huwaga fatah qo'shilishini bo'ldi. Fatahtuhu. Fatahtuga huwa qo'shilsa fatahtuhu bo'ladi. Bu shunday to'g'ri tushunsak bo'ladi, ha.